Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Birinchi ma'ruzamiz bugungi amaliy dasturiy paketlar faniga kirish, amaliy dasturiy ta'minotning ko'rinishi va ularning turli sohalardagi ahamiyati haqida boradi. Demak, bugun fanning maqsad va vazifalari haqida gaplashamiz. Asosiy tushuncha va ta'riflar, dasturiy vositalarni sinflashtirish, amaliy dasturiy paketlar tushunchalari haqida gaplashib o'tamiz. Fanning maqsadi amaliy dasturiy paketlar. Fanning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga turli sohalarda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotlardan samarali foydalanish, ulardan ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, avtomatlashtirish va boshqarish imkoniyatlarini o'rgatishdir. Fanning asosiy vazifalari demak, dasturiy paketlar bilan ishlash, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish, avtomatlashtirish va dasturiy ta'minotdan foydalanish, darslarni sozlash va optimallashtirish, grafik va dizayn dasturlari hamda loyiha yaratish dasturlari haqida bo'ladi. Amaliy dasturiy paketlar fani axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minotdan samarali foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu fan turli sohalarda qo'llaniladigan dasturiy paketlarni o'rganish va ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Amaliy dasturiy paketlar fanining asosiy tushunchalari va ta'riflari quyidagilardan iborat. Demak, birinchi tushunchamiz bu dasturiy ta'minot. Software. Kompyuter tizimida ishlaydigan va foydalanuvchiga turli vazifalarni bajarishga yordam beradigan dasturlar majmuasi. Dasturiy ta'minot tizimli, amaliy va maxsus dasturlar guruhiga bo'linadi. Amaliy dasturiy paketlar muayyan vazifalarni bajarishga mo'ljallangan dasturlar to'plami hisoblanadi. Masalan, matn protsessorlari, MS Word, Google Docs kabi, elektron jadvallar, MS Excel, Google Sheets, ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari, MS Access, MySQL, grafik va dizayn dasturlari, Adobe Photoshop, CorelDRAW, muhandislik dasturlari, AutoCAD, MATLAB kabi. Uchinchidan, tushunchamiz bu foydalanuvchi interfeys, UI. User interface. Dastur bilan foydalanuvchi orasidagi muloqot tizimi UI vizual ko'rinishda buyruq, satr yoki ovozli boshqaruv orqali bo'lishi mumkin. Litsenziyalangan dasturiy ta'minot rasmiy ravishda sotib olinib yoki litsenziya asosida foydalaniladigan dasturlar, masalan, Windows, Adobe Photoshop kabi dasturlar hisoblanadi. Bepul dasturiy ta'minotlar to'liq bepul tarqatiladigan dasturlar hisoblanadi. VLC, Media Player, LibreOffice shular jumlasidandir. Shartli tekin dasturlar, shareware, cheklangan funksiyalar yoki vaqtinchalik foydalanish uchun bepul taqdim etiladigan dasturlar. To'liq versiya uchun to'lov talab qilinadi. Masalan, WinRAR, Adobe Acrobat Reader kabi dasturlar bo'lishi mumkin. Demo versiya dasturiy ta'minotning cheklangan yoki sinov versiyasi, odatda to'liq versiyani sotib olishdan oldin uni sinab ko'rish uchun taqdim etiladi. Beta versiya yangi dasturiy mahsulot uchun yangilanishning test uchun chiqarilgan versiyasi. Unda xatolar bo'lishi mumkin va foydalanuvchilardan fikr yig'ish maqsadida chiqariladi. Avtomatlashtirish dasturiy ta'minot yordamida turli jarayonlarni inson aralashuvsiz bajarish. Masalan, Excelda makroslar yoki Python skriptlar yordamida ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash shular jumlasiga kiradi. Bulutli texnologiyalar, cloud computing dasturiy ta'minot va xizmatlardan internet orqali foydalanish hisoblanadi. Masalan, Google Docs, Microsoft OneDrive, Dropbox va hokazo, Amazon kabi dasturiy ta'minotlar bulutli texnologiyalarga misol bo'ladi. Kompyuter dasturlari ikki turga bo'linadi: tizimli dasturiy ta'minot, amaliy dasturiy ta'minot. Tizimli dasturiy ta'minotlar demak, kompyuter ishlashi uchun kompyuter va uning qurilmalari ishlashi uchun lozim bo'ladigan dasturlar bo'lsa, amaliy dasturiy ta'minotlar ularda qandaydir amaliy vazifalarni ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi.
Tizim dastur ta'minotlariga operatsion tizimlar, fayl menejerlari, antivirus dasturlari, dastur tizimlari, dasturlash tizimlari kirsa, amaliy dastur ta'minotlariga umumiy maqsadli ilovalar, maxsus maqsadli ilovalar va professional ko'rinishdagi ilovalar kiradi. Operatsion tizimlar bu resurslarni boshqarishni, jarayonni boshqarishni, foydalanuvchi interfeysi, ma'lumotlarni himoya qilishni ta'minlovchi dasturlar to'plamidir. Uning vazifalari kompyuterning barcha apparat qurilmalarining birgalikda ishlashini ta'minlash, kompyuter resurslariga kirishni ta'minlash, foydalanuvchi dasturlarni ishga tushirishni, fayllar bilan operatsiyalar bajarishni, hujjatlarni chop etish va hokazo funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Fayl menejerlari qurilma drayverlari va dasturiy qobig'lar kiradi. Qurilma drayverlari bu asosiy apparat komponentlari uchun operatsion tizimlar bilan ta'minlangan qurilmaning ishlashini boshqaruvchi maxsus dasturlar hisoblansa, dasturiy qobig'lar bu fayllar va kataloglarni ko'proq vizual ishlash imkoniyatini beruvchi dasturlar hisoblanadi. Tizimli dasturiy ta'minot, demak, xizmat dasturlari, utilitalar, antivirus dasturlari hamda dasturlash tizimlari ham shu birinchi tizim dasturiy ta'minot bo'limiga kiradi. Endi amaliy dasturiy paketlar. Bu turli xil muammolarni hal qilish, foydalanuvchilarning ish jarayonini osonlashtirish va samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot to'plamidir. Ular ko'pincha bir necha kichik dasturlar yoki modullardan iborat bo'lib, ma'lum bir sohaga oid vazifalarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot tushunchasi mavjud. Ma'lum bir funksiyalarni bajarish uchun yozilgan dasturlar yig'indisi. Paket bu bir-biri bilan integratsiyalangan yoki bir-birini to'ldiruvchi dasturiy modullarning to'plami. Foydalanuvchi interfeysi haqida yuqorida user interface gaplashib o'tdik. Demak, bu dastur va foydalanuvchi o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydigan vosita hisoblanadi. Modul esa dasturiy paket ichidagi alohida funksional qism. Funksional imkoniyatlar dasturiy paket tomonidan taqdim etiladigan asosiy imkoniyatlar: hujjat yaratish, ma'lumotlarni tahlil qilish, grafika va hokazolar. Ma'lumotlar formatlari paket ishlatiladigan va yaratadigan fayl turlari, masalan, docx, xlsx va png kabi boshqa formatlar bo'lishi mumkin. Platformaga bog'liqlik. Dastur qaysi operatsion tizimda ishlashiga bog'liq bo'ladi bu ayrim hollarda. Umumiy maqsadli amaliy dasturiy ta'minotimiz o'z uchga bo'linadi. Yuqorida ham aytib o'tdik. Umumiy maqsadli ilovalar, maxsus maqsadli ilovalar hamda professional ilovalar. Umuman ilovalar nima? Ilovalar foydalanuvchiga dasturlashni bilmasdan matn, grafik, raqamli, audio va video ma'lumotlarni qayta ishlash, shuningdek kompyuter tarmoqlarida ishlash imkonini beruvchi amaliy dasturlar hisoblanadi. Umumiy maqsadli ilovalarga, demak, matn muharrirlari, elektron jadvallar, grafik muharrirlar, taqdimotlarni rivojlantiruvchi dasturlar, ma'lumotlar bazalari, ovoz muharrirlari, aloqa dasturlari kiradi. Matn muharrirlari ma'lumotlar foydalanuvchiga qulay shaklda kiritish va qayta ishlash, saqlash va unda chop etishga mo'ljallangan dasturlardir. Ularga bloknot, WordArt, WordPad yoki bo'lmasam Word dasturining o'zi, leksikon, Google Docs kabi dasturlarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Elektron jadval protsessorli hisoblash va analitik vazifalarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Ularga kiradi Excel, elektron jadval yoki bo'lmasam Google Sheets'ga o'xshagan dasturlar. Grafik muharrir bizga tasvirlar yaratish, skanerlar, kameralar yoki video kameralar yordamida illyustratsiyalar kiritish, shuningdek animatsion videolar yaratish imkonini beradi. Grafik muharrirlarga Paint, Photoshop, CorelDRAW va hokazo dasturlar kiradi. Taqdimot dasturlari ma'lumotlarni grafik ko'rinishda eng yaxshi tarzda taqdim etish uchun mo'ljallangan bo'lib, namoyishga video va audio ma'lumotlarni kiritish imkonini beradi.
PowerPoint, OpenOffice Impress, LibreOffice Impress, Prezi.com, Canva kabi Slideshow, Google Slideshow kabi bulutli texnologiyalar ham shular jumlasiga kiradi. Ma'lumotlar bazasi yozuvlarni yaratish, qayta ishlash, ko'rsatish uchun zarur bo'lgan dasturiy vositalar to'plamidir. Bularga quyidagi dasturlar kiradi: Database, Workshop, Access, MySQL va hokazo dasturlar. Ovoz muharrirlari audio fayllarni yaratish, ijro etish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan. EXP Studio Audio Editor, Power Sound Editor shular kabi dasturlarga kiradi. Aloqa amaliy dastur paketlari foydalanuvchilarning axborot tarmog'ining masofaviy abonentlari bilan o'zaro aloqalarni tashkil etish uchun mo'ljallangan. Hozirgi kunda elektron pochtalar, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar shular turiga kiradi. Maxsus maqsadli ilovalar, kompyuter lug'atlari va ensiklopediyalari, trenajyorlar, o'yinlar, kompyuter viruslari maxsus maqsadli ilovalarga kiradi. Professional ilovalarga kompyuter yordamida loyihalash tizimlari, kompyuter chizish tizimlari, AutoCADga o'xshagan buxgalteriya dasturlari bo'lishi mumkin, Business dasturlariga o'xshagan. Avtomatlashtirilgan amaliy dasturiy ta'minot, ushbu sinf dasturlar chizmalar, diagrammalar, grafik modulyatsiya va dizaynni qurish, standart chizma elementlari kutubxonasini yaratish va ulardan takroriy foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu toifadagi dasturiy mahsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari, ma'lumotlar qayta ishlash tizimining texnik qismiga qo'yilgan yuqori talablar, o'rnatiladigan funksiyalar, kutubxonalar, obyektlar, grafik tizimlar va ma'lumotlar bazalari bilan interfeyslarning mavjudligi. Muammoga yo'naltirilgan amaliy dasturiy ta'minot ushbu toifadagi dasturiy mahsulotlarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Axborot tizimlarining turlari bo'yicha, dasturiy jihatdan amalga oshiradigan vazifalar bo'yicha hamda mavzu sohasi turlari bo'yicha. Ba'zi fan sohalari uchun boshqaruv funksiyalari, ma'lumotlar tuzilmalari va ishlov berish algoritmlarini tiplash mumkin. Bu bir xil funksionallikka ega bo'lgan ko'plab amaliy dasturlar paketlarini ishlab chiqishga olib keladi va shu bilan dasturiy mahsulotlar bozorini yaratadi. Avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturiy paketlari moliyaviy xodimlarni boshqarish, inventarizatsiyani boshqarish, ishlab chiqarishni boshqarish hamda bank axborot tizimlari uchun mo'ljallangan tizimlar. Amaliy dasturiy ta'minot turlari yuqorida ham bir nechta marta takrorladik. Bu litsenziyalangan dasturlar, shartli tekin dasturlar, demo versiya, evolution versiyasi hamda beta versiyalari bo'lishi mumkin. Foydalangan adabiyotlar quyidagicha. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.